Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. O'zbekiston Respublikasining tegishli farmoniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga 2025-yilning 1-maydan e'tiboran 2027-yilning 1-apreliga qadar demak elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun qo'shimcha kompensatsiya demak puli to'lab berilishi demak nazarda tutildi. Bunga ko'ra bevosita ijtimoiy himoya yagona axborot reyestrida ro'yxatda turuvchi kam ta'minlangan oilalar, shuningdek ijtimoiy himoya reyestrida ro'yxatda turuvchi bevosita bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi kam ta'minlangan oilalar hamda bevosita ijtimoiy himoya axborot reyestrida ro'yxatga olinmagan, biroq kam ta'minlangan oila sifatida e'tirof etilgan va minimal iste'mol xarajatlar, ya'ni 669 ming so'mning 1,5 baravaridan oshmaydigan bevosita oilalarga mana shu elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun qo'shimcha demak kompensatsiya puli to'lab berilishi nazarda tutildi. Bunda qo'shimcha kompensatsiya pulini to'lab berilishda bevosita elektr energiyasi uchun bazaviy demak me'yoridan, ya'ni 150 kilovatdan oshganda, shuningdek bevosita tabiiy gaz uchun esa isitish mavsumlarida demak 250 kub metr hamda boshqa paytlarda esa 150 demak kub metrdan oshgan taqdirda demak oshgan miqdordan bevosita qismi uchun demak mazkur demak oilalarga qo'shimcha demak kompensatsiya pullari bevosita to'lab beriladi. Shuningdek, mazkur farmonga ko'ra bevosita O'zbekiston Respublikasida demak 2025-2026 yil demak qish mavsumini bevosita talafotsiz o'tkazish maqsadida bevosita O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya axborot reyestri ro'yxatdan olingan oilalar, shuningdek kam ta'minlangan fuqarolarga bevosita hamda bu ro'yxatda turmagan, lekin mahalla yettiligi bo'yicha demak kam ta'minlangan oila sifatida demak bevosita ko'rilgan shaxslarga demak 2025-yil noyabr oyidan e'tiboran demak 1 million so'm miqdorida bevosita moddiy yordam puli berilishi demak nazarda tutildi. Mahalla yettiligi tomonidan demak oilani demak bevosita kam ta'minlangan demak sifatida e'tirof etilishda demak quyidagi mezonlar hisobga olinadi. Ya'ni mahalla yettiligi tomonidan bevosita oilalarda nogironlik, ya'ni birinchi, ikkinchi guruh nogironlik bo'lgan shaxslar mavjud bo'lsa, shuningdek bevosita mahallalarda o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi shaxslar, shuningdek o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan demak keksalar bo'lsa, shuningdek bevosita mahallalarda 3 yoki undan ortiq demak farzandlari mavjud bo'lgan, shuningdek ular demak turar joylarida gazlashtirilmagan hamda elektr isitilmagan demak xonadonlarda demak istiqomat qilayotgan oilalarga demak 2025-yil demak 1-noyabrda demak bir martalik 1 million so'm miqdorida demak moddiy yordam puli ajratilishi nazarda tutildi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.